Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar va Moto Center kuzatuvchilar. Sizlar uchun Moto Center 1 tonnagacha yuk ko'taruvchi yangicha turdagi elektronik motorlarni olib kelib qo'ydi akalar. O'zingizlar ko'rishingiz oldi modalar o'ta ham chiroyli qilib ishlangan. 5 tali faralar qo'yilgan. Oldi balonlar esa 512 lik balonlar bilan jihozlangan, tormozlari trosli tormozlardan qo'yilgan akalar. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bosh razmerlarimiz 1.80 ga 1.30 lik qilib ishlangan. Ikkita yonda o'zining tiyagalari mavjud. Tiyagalari bemalol 500 kg yuk ko'tara oladi. Balonlarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Balonlari 500 ga 12 lik qilib ishlangan. Arqa balonlari sidinasiga bemalol 3 kishi o'tirib keta oladi. Buni sidinasi ham arqaga cho'kadi akalar. Mikrofon, kolonka, telefon qo'ygani pastavka, oyoqdagi o'zining alohida pastavkalari mavjud. Portlari Cobalt tiki bilan barxar qilib ishlangan. Tablolarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Oldida o'zining alohida oynalari ham mavjud. Shamol yurgani ham bemalol yursalar bo'laveradi. Miya motor akkumulyatorlari keladigan bo'lsa, miya motorlari 1800 wattlik Garmin miya motorlar bilan jihozlangan. Risollarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Risollar ham o'ta ham baquvvat qilib ishlangan. Zapaska balonlari mavjud. Bortlarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bortlari ham o'ta ham baquvvat qilib ishlangan. Akkumulyatorlari 58 wattli akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Bu degani 72 watt 58 amper degani akalar. Motorlarimizni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Eng qiziq joyi necha kilometr yuradi? Kilometr yurishi 80 kilometrgacha bemalol yuradi. Tezligi maksimalli 45-50 gacha chiqadi. Ranglari ikki xil ranglari bor. Qora, mokra asfalt ranglaridan bor akalar. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.